bera olasizmi? Har bir inson uchun onasi yagona bo'lgani kabi men uchun ham onam, onajonim porlab turgan quyoshim edilar. To'lin oyim, charaqlab turgan yulduzim, jonim, jahonim edilar. Oyijon deyishni judayam sog'inaman. Muloyimlik bilan so'zlashadigan, shirin suxan, dilbar, mo'mina ayol bo'lganlar. Soatlab ta'rif berishim mumkin onamga. Oilada 4 ta farzandmiz. Men eng kattasiman. Allohimga behisob shukr, biz ota-ona mehrida cho'milib katta bo'lganmiz. Mehrlarni birdek yetkazib katta qilishganmiz. Oyijonim olamdan o'tgan kuni bir kechada ulg'aydim. 10 gacha bola bo'lgan ekanman.